Orasiga yetib keldi shoning. Temur shunaqa. Xafa bo'lmang. Temur xarakteri shunaqa. Tegishib turish kerak hammaga. Qanaqa tegishadi, hammaga tegishib chiqadi. Kecha ham yangi kirgan donatorga tegishdi. Shu qizga urasizmi, ura olasizmi dedi. Assalomu alaykum. Keyin qochirib yubordi yangi kirgan donatorni. Men bechora kechdan beri hali plan qilmadim keyin. Donatormidi? Может urardi, qattan bilasiz. Bu kichkina profil degani, misol uchun boshqa odamlar ham kichkina profilda yuraveradi. Balkim urardi. Hech kim tegisha olmaydi. Soati qancha deydi? Soatigami? $700 bersangiz yetadi. Yo, $700 sekundiga. Soatiga bo'lsa bir 5000, 6000 berasiz. Qo'yib olamanman deydi. Конечно. Uverin edim. Sen o'zim urolmadingiz-ku. Da tilladan Ali, Iban. Senga nima musulni deb qo'yganmanmi da yo'q. Короче, ketdim. Shuncha ishimni qilardim. Bekor o'tiribman baribir. Musulni topmaganman-ku. Javob bermagan bo'lsam ko'chaga chiqib, har kim bilan yurtib yurmagan bo'lsam, конечно, tilladan deyman. Uydim sana deb. Anada deydi. Assalomu alaykum. Salom. Skuter uchishyapti, maza qilib daryoda-chi. Shunaqa eshitilib turibdi. Oldin ko'rinardi, hozir ko'rinmaydi. Mashdan ko'rib o'tirsa bo'lardi. Maza qilishyapti lekin. Canımsın, kichkina plan qiladiganlarga hech kim darak urmaydi. Yoshlikchi. Endi 18 yoshga to'libman. Ertaga tug'ilgan kunim. Necha kilosiz? 99 kilo. 1 kilo qoldi. 100 kilo bo'lishimga. Soatiga deganingizga eshitib uyg'onib ketdim. Bugun sening kuning, sening. Men tug'ilgan kun 11-iyulda. Nima sovg'a qilasiz ungacha? Kelasizsiz? Ha, O'zbekistonga kelasiz-da?
Bugun sening kuning sevgilim. Bir balolar kuning sevgilim dedi. Ketdim men uchib bo'ldi, hozir adam keladi. Hamma yoyilib o'tiribsanmi deydi. Ishlatib ketilmas qanaqa. 14 Pro Max. O'sha 87 bo'lgan Yonks. Yangi olishim kerak, lekin pul ajratolmayapman. Mana bu bolko. Mana bu qiynalyapti. Ay. Mashga tiqib pulim berib yubordim. Shuni tiqib beraman dedi. Sevishvoraman siz bilan keyin. Mashq qoldi-de, mashq qilishim kerak, qarang. Ko'chib dabdalasi chiqayotibdi. Oyligim berdim, hammasini adamga. O'zimga 500 ming qoldi, u ham dahot yechganim. Kim qiladi? Shu tiqilish kerak tez-tez. Uyga odam keladi, odam uyaladi. Kuting, unda 1-iyun. 1-iyul. Ko'rishganimizda yoqtirmaysizlar, men dumboq qiz ekan. Qorningiz bor ekan, mayli qorin tortadigan kiyimman. O'zi ham deydi. Qorin tortadiganidan kiyman. Qorin tortadiganidan kiyman. Men bu yilga semirib ketdim. Hay, mayli. Dumboqqina bo'lsa yaxshi-yu deydi. Insho bo'ladi. Assalomu alaykum. Shunaqa dumboqcha. Baquvvat. Dermatologga borishim keyin asta to'shib ketyapti, qo'llarimga allergiya berib yotibdi. Mayda bo'lib. Sog'liqda. Shu ishlarim qilay. Yozaman WhatsAppda. Bo'shab olay. Muzikani baland qo'yib qo'ymanda hozir. Shuni qilaman. Mayli. Charchamang. Ishlaringizda.